Aka, xudo xolasa hozir Yangi O'zbekiston bog'i tarafdamiz. Ushbu navbatdagi obyektimizda ham uyda asosiy qismlarini termotravertindan, devorlarini jiddiy travertindan beryapmiz. Termotravertinlarimiz juda ko'pchilik bu haqida ma'lumotga ega bo'lib qoldi. Bu haqida bilmaganlar uchun bitta eslatib o'tamiz. Termotravertinlarimiz mana usti qalin toshdan, orqasi po'kaydan bo'ladi. Mana ichki qismi. Mana usti qalin tosh, 1 santimetrdan ziyodroq, 1,5-2 santimetr tosh, orqasi 3 santimetr 16 plotni zichlikdagi penoplastdan bo'ladi. Ushbu mahsulotimiz uyingizni qishda issiq, yozda salqin saqlaydi, energiyani ham juda ham yuqori darajada tejamkor bo'ladi. Bu mahsulotimiz asosiy buning yaxshi taraflari ko'rinishdan juda ham qimmat narsaning hidini beradi. Devorda sho'r yoki zax bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa o'tkazmaydi. Orqasida penoplastda sho'rni, zaxni, mog'orni ushlab qoladi. Keyin mana ko'rishingiz mumkin, jiddiy travertinlarimiz juda ham ajoyib holatda. Uyda egasini xohishiga ko'ra bunlarni biroz ko'proq qilib chiqarib berdik. Istalgan asosda chiqarib bera olamiz. Xudo xolasa, hozirgi holati, lak berilmagan holati, lak sizdan mana ko'rib turganingizda yaltirab turibdi. Unga lak berilgandan keyin u boshqacha yaltiraydi. Agar biz videolarimizni kuzatib borsangiz, bu joyimizda ham bitgan holatini qo'yib boramiz. Inshaalloh ana shu mahsulotlar haqida kimda ma'lumot kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqasizlar, pastda raqamlar qoldiramiz.